Yandex Ultima taksi xizmatidan tekinga foydalanish premium safarlarni xohlovchilar uchun ayni muddao bo'lsa kerak-a? Menimcha ham shunday va siz buni Biznesni rivojlantirish bankining sherdor kartalari bilan amalga oshira olasiz. Sherdor kartalari premium tajribalarni yaxshi ko'ruvchilar orasida ommalashib bormoqda. Shaxsan o'zim uchun ham bittasini buyurtma qilgandim. Imkoniyatlari shunchaki ajoyib. Masalan, 1 yil davomida Yandex Ultima taksi xizmatidan 6 martagacha tekinga foydalanishingiz mumkin. Agar siz biznes odami bo'lsangiz, bu sizga ancha qo'l keladi. Lekin karta imkoniyatlari faqat bu narsalar bilan cheklanmaydi albatta. Restoranlarda tanovul qilishni yoqtirsangiz, ushbu karta yanada keng qulayliklarni taqdim etadi. Aytaylik, Kupuchina, Divan, Shashlik, Bistiga kabi restoranlarda sherdor kartasi bilan 20% lik chegirma asosida to'lov qilishingiz mumkin. Zo'ra, bundan tashqari kartada yana ko'plab imkoniyatlar mavjud. Gapirsa, umuman olganda sherdor kartalari qulaylikni yaxshi ko'ruvchi barcha uchun taqdim etilmoqda. Agarda sizga ham shunday imkoniyatlar taqdim etuvchi karta kerak bo'lsa, BRB ilovamizdan onlayn yoki o'zingizga qulay bo'lgan filialimizga tashrif buyurib, buyurtma berishingiz mumkin.